Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatib borayotgan obunachilar. Bugun biza sizlar bilan Germaniyada ishlab chiqarilgan mushuk hamda kuchuklar uchun maxsus Dr. Clouders brendi ostidagi forumlar haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Dr. Clouders qachon tashkil topgan? Dr. Clouders 1957-yili Dr. Heinz Clauder tomonidan Gamburg shahrida ishlab chiqarish boshlangan. Dr. Clouders hozirga qadar bizda 16 xil forumlari mavjud. Bulardan 11 xili itlar uchun, ya'ni kuchuklar uchun, 5 xili mushuklar uchun. Hop, mushuklar uchun 5 xil ko'rimlarimizdan grain free, outdoor, indoor, kitten hamda sterilizonniy ko'rimlarimiz mavjud. Hop, bu ko'rimlarimizning afzalliklari nimada? Ko'rimimizdagi tarkib, ya'ni mol go'shti, baliq hamda parranda go'shtlari mavjud. Teri va tuxumni sog'lomlashtirish uchun omega 3 hamda omega 6 yog' kislotalari mavjud. Allergiya xavfini kamaytiradi va hazm bo'lishini osonlashtiradi. Bundan tashqari, har bir ko'rimimizda bu vitamin, uglevod, oqsillardan tashqari A, D3, E, B guruhiga mansub vitaminlarimiz bor. Bu moddalar suyak, teri, ko'z va immun tizimi uchun foydali. Ko'rib turganingizdek, Top Trade Plus korxonamizda ushbu ko'rimlar sotuvga chiqarilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa ushbu ko'rimlar, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Bundan tashqari, Uzum platformasida ham ko'rimlarimiz mavjud. Bemalol Uzumdan ham zakaz qilib xarid qilishingiz mumkin. Qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Mutaxassislarimiz sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tadilar. Rahmat, salomat bo'ling, biza bilan qolinglar. Bundan ham qizig'i hali oldinda bo'ladi.